Chempion bo'lish shunchaki omad emas, balki intizom va doimiy takomillashuvning natijasidir. Uni qo'lga kiritish uchun esa kishidan qat'iyat, mashaqqatli mehnat, maqsadga intilish, jismoniy va ruhiy tayyorgarlik, o'z sohasini chuqur o'rganish hamda muvaffaqiyatli insonlar hayotidan saboq olish lozim. Ringga chiqishdan albatta bu yurtimiz, xalqimiz, yurtboshimiz, bayrog'imiz turadi. Bu hayolimizda faqat shu narsa o'tadi. To'rabek Habibullayev og'ir vazn toifasidagi o'zbek bokschisi. 2022-yil Ispaniyada o'tgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida g'alaba qozongach, O'zbekiston milliy terma jamoasiga jalb etilgan. Parij 2024 yozgi olimpiada musobaqalarida 80 kg vaznda ishtirok etgan hamyurtimiz bir yil ichida 90 kg vazn toifasiga ko'tarilib, yangi qirralarni namoyish eta oldi va 2025-yili Liverpul shahrida kattalar o'rtasidagi jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, jahon chempioni bo'ldi. Shug'ullanish uchun o'zim o'quvchilar bilan birga olib qolardim. O'zi xushlamagan taqdirda ham, lekin unga matematika fanini, o'qish, ona til fanlarini o'rgatishga harakat qilgandim. Menimcha asqot o'tgan bo'lsa kerak bolamga. O'quvchisi bilimi orqali katta yutuqlarni qo'lga kiritgan ustoz shogirdning yutug'i orqali o'z mehnati samarasini ko'rib faxrlanadi. Agarda o'quvchisi jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan bo'lsa-chi? Ustoz uchun avvalo o'zini shogirdlarini yuksak cho'qqilarga erishganini ko'rish o'zi bir baxt. To'rabek ham xuddi shunday yutuqlarga erishganini eshitganimda meni birinchi o'quvchim bo'lgan, chunki 2010-yil men shu sinfni birinchi marta olganman. Undan oldin yuqori sinflarda ishlaganim uchun shu sinfni birinchi meni ilk o'quvchilarim, ilk qaldirg'ochilarim bo'lgan. To'rabek o'sha jahon chempionatiga chiqibdi deganda ko'zimni oldida yuvoshgina, mehribon bola tasvirlandi. Kelajagini ko'rib men juda ham xursand bo'lib ketdim. Shogirdim shunchalik muvaffaqiyatlarga erishganidan to'lqinlanib ketdim. Gruppalarga ham yozdim, shu meni o'quvchim edi, shuni men o'qitganman shu bolani deb. To'rabek bilan faxrlandim. To'rabek har bir qilgan muvaffaqiyatlarda yuragimdan nimadir yonadi-da. Aytaman, o'zim yana shu kasb tanlaganimga, shunday bolalarni yetishtirib chiqazganimga, shunday shogirdlarim borligiga shunaqa hayajonlanaman, shunaqa yuragimdan qanaqadir mehr, qanaqadir his-hayajon o'tadi. Bolamga kelajakda yana katta zafarlar tilayman. Bundan ham katta yutuqlarga erishsin. Dunyo bo'yicha hamma bizani tan oladigan o'zbek o'g'lonlarini ko'rsa havas qiladigan To'rabek bo'lsin. Meni bolamga muvaffaqiyat tilayman. Har bir chiqqan ringini o'zim shunday bor vujudim bilan tomosha qilaman. Yuragimdan, voy agar har bir unga nisbatan urilgan udarlarni deydimi, nima deydi, shularni ko'rganimda bir oqib ketaman, ich-ichimdan rahmim kelib ketadi. Keyin yana uni g'oliblik shohsupasiga chiqqanini ko'rib, yana shuni tanlaganidan, shu sohani olib borgani, shu sportga qiziqqanidan men minnatdor bo'laman. Havasim keladi. Qolgan shogirdlarim ham xuddi To'rabekdek bo'lishini, o'sha o'zbegimni hamma butun olam, butun yurt tanishini ich-ichimdan xohlayman. Hozirgi kunda O'zbekistonimizda nafaqat boksga, barcha sportlarga e'tibor juda ham katta. Chunki prezidentimiz tomonidan hamma sportga barcha shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda. Shu qatorda mana boksimizga juda ham katta e'tibor katta. Mana hozir olimpiadalarda 5 ta oltin medallarni qo'lga kiritib, O'zbekistonimizni shu 10 yildan beri butun dunyoga tanitganimiz va O'zbekistonimiz boks bo'yicha butun dunyoda eng yetakchilardan bo'lgani sababli hozir prezidentimiz tomonidan Angren shahrining Yangiobod shahrida juda ham katta sport komplekslari qurilmoqda. Qizlarga alohida, bolalarga alohida komplekslar qurilmoqda. Bundan biz juda ham xursandmiz va oldimizga qo'yilgan hozirgi kunda maqsadlarimizga bu bizni murabbiylarga hamda bolalarimizga juda ham katta dalda beradi deb o'ylayman. Chunki shu sport maktablari mana ochilyapti. Bahodir Jalolov maktabi ochildi. Andijonda mana hozirgi kunda shu Do'smatov maktabi ochilmoqda. O'tkir Haydarov maktabi ochilyapti. Bu prezidentimiz tomonidan berilayotgan e'tibor va Olimpiya qo'mitasi tomonidan, sport qo'mitasi tomonidan hamda
federatsiyamiz tomonidan yaratilayotgan bizga katta imkoniyatlar bor. Bu bejiz emas, chunki Angliyadan hamda Kubadan boshqa mamlakatlardan bizni yurtimizga, ya'ni Rossiyadan kelib, Fransiyadan kelib sportchilar o'z mashg'ulotlarini o'tkazishi bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Va shu ochilgan sport komplekslarida albatta butun dunyodan tashrif buyuradi deb o'ylayman sportchilar. Chunki bunga juda ham ko'p bizga takliflar bor. Kelib shu yerda o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazish. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1-2, 3, 4 raqamli sportchilarimiz ham 1-raqamli sportchilarimizga o'zini raqobatini ko'rsata oladi. Mana shuni natijasidan deb o'ylayman. Mana To'rabek Habibullayev kabi sportchilarimiz vatanimizni butun dunyoga tanishmoqda. Mana Liverpoolda bo'lib o'tgan jahon birinchiliklarida 1-o'rinni qo'lga kiritdi va 1-olimpiadasini Fransiyada o'tkazdi. Bu juda ham katta natija deb o'ylayman, chunki bu bolam juda ham kelajagi bor. O'zini boshqa vesga o'tkazishimizni natijasi ham juda ham katta bo'ldi. Nimaga? Bunga ko'p sportchilar 1 yil, 2 yil mobaynida shunga o'z vazniga moslashadi. To'rabekka kelsak, To'rabek shu vaznga o'tib 1 yil ichida juda ham katta natijalarga erishdi. Jahon chempioni bo'ldi. Olimpiadalarda qatnashdi. O'ylaymanki, bu sportchimiz hozir oldimizda turgan Osiyo o'yinlarida va Amerikada bo'lib o'tadigan shu olimpiadalarda o'z natijalarini beradi deb o'ylayman. Dunyodagi eng uzun sayohat birinchi qadamdan boshlanadi. Agar siz shu qadamni qo'ymasangiz, yo'lning oxiriga yeta olmaysiz. Charm qo'lqop ustasi To'rabek ilk pog'onasini qo'yishda otasi unga ko'mak berdi. Muvaffaqiyatga erishishdagi muhim omillardan biri ham qadamni qanday qo'yishdadir. To'rabekni boksga Kaltiyib kelgan kunlari bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Nima qilgansiz? Bormaysan deganmi? Qatnashmaysan, bormaysan deganman, lekin yo'q, endi shu yo'l tanladim, shu yo'ldan ketaman degan. O'zi To'rabekni kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishni xohlagansiz? Doktormi bo'lishini xohlaganman-da. Lekin sportchi emas. Yo'q, sportchi bo'lishni xohlamaganman. Otasi sportchi bo'lgan.
Shu otasini ketidan ketdida. Boshqa bolalaringizchi? Ular ham sportchi bo'lgan Ular ham ekan. sportchi bo'lgan. Endi ular biri ishlaydi, ichki ishlarda, bittasi o'qiydi institutda, bu ham institutda o'qiydi, lekin u shu sohani tortib ketdida. Ular ham qatnashib turadi, trenirovkaga boradi, qatnashadi. Shu sport orqasida ular ham yurishibdi. Demak, To'rabekning hayoti sport bilan bog'lanibdi. Sport bilan bog'langan. Agar chempion bo'lish uchun maqsad aniq bo'lsa, undagi to'siqlar muhim emas. Hayotingizdagi har bir yo'qotish aslida o'ta muhim hamda ahamiyatlidir. Bu dunyoda hech bir muvaffaqiyatli shaxs yo'qki, oliy cho'qqiga yo'qotishlar va mehnatsiz chiqa olgan bo'lsa. Boksyor To'rabek Habibullayev ham yutqazishdan hech qachon qo'rqmagan. Otasi unga inson har safar yiqilganida kuchliroq shaxsga aylanib borishini doimo ta'kidlab kelgan. Sportda mag'lubiyat bo'ladi. Mag'lubiyatsiz o'sish bo'lmaydi. Har bir mag'lubiyatida aytganman, bolam, faqat mehnat. Mehnat qilsang, Xudo xolasa hammasiga erishasan. Bolamga ruhiy dalda berib kelganman. Boks men uchun emas degan fikr ham bo'lgan, chunki musobaqada yoshligimda ko'p yutqazganman. Shu dadam sabr qil o'g'lim degan hammasi shu sabr orqasidan bo'lgan. Dadam menga bo'lgan ishonchi shu darajaga yetib kelishimga yordam bergan. Mag'lubiyat o'zi bizga ko'p sportchilarga bu g'alabaga bo'lgan intilishga yana ham ko'proq motivatsiya beradi. Chunki yana ham yutqazib qo'ygandan keyin odam o'zi oldiroqqa intilish bo'ladi. Endi hammada har xil psixologiyasi ta'sir qilishi bor. Misol uchun bir xil yutqazgandan keyin tashib ketishi bor. Bir xil sabr qilib, yana ko'proq mehnat, shu yutishim kerak deb oldiga maqsad qo'yadi. O'sha maqsadga erishib, maqsadiga yetadi. Janglarda hech qachon oson bo'lmagan, chunki kattalarga o'tganimda faqat katta musobaqalar, Osiyo o'yinlari, Olimpiada o'yinlari, jahon chempionatlari bo'lgan. Har bittasida kuchli raqib chiqadi. Hech qaysi raqib yutqazaman deb chiqmaydi ringga. Va murabbiylar tomonidan qo'yilgan to'g'ri taktikani men ringda eshitib, to'g'ri bajarib, shu g'alabaga erishganmiz. Sportda faqat kuch emas, aqlan ham kuchli bo'lish kerak, chunki har xil raqib bo'ladi. Har xil raqibga ringda turib, har xil taktikani, texnikani qo'llab ko'rish kerak. Sportda faqat kuch emas, aql ham rol o'ynaydi. Mag'lubiyatga uchrab kelganida qanday dalda berasiz? Hali oldingda yaxshi kunlar bor, Xudo xolisa. Sen jahon chempioni, Olimpiada chempioni bo'lasan deb dalda beraman, lekin o'zim ichimdan nima o'tganini o'zim bilaman-da. Ko'z yoshimni ham, qiynalganlarimni ham bildirmayman, sezdirmayman, lekin ichimdagi his-tuyg'ularni uyga kirib o'zim chiqarib olaman. Onaga onsam emas. Nimaga yig'layapsiz hozir? Nimani esladingiz? Yo'q, endi shu chempion bo'lib nima qilib kelganlarni eslab. Xursandchilikda, sevinch ko'z yoshlari. Lekin u darajaga yetishigacha ancha mashaqqat bor, to'g'rimi? Aytmang, u darajaga yetish o'zi bo'lmaydi. Qancha mashaqqatlari bor. Uni gapirib berisham oson emas. To'rabek ringga chiqqanida nimalarni his qilasiz? Men To'rabek ringga chiqayotganini bilib qolsam, men ko'chaga chiqib ketaman. Menda shunaqa yomon ichimdan his-tuyg'u chiqadi. Uni tasavvur qilib bera olmayman. Lekin bolam ringga chiqib ona ko'rish bu oson emas. Bironta jangini ham ko'rmaganmisiz? Yo'q, keyin yutgandan keyin ko'rganman. Undan oldin ko'rish menga juda og'ir. Faqat yutug'ini ko'rgan ekansiz-da siz. Mag'lubiyatini ko'rmagansiz. Ko'rganman. Battar kuyganman-da. Har otaga juda qiyin o'g'li ringga chiqib boks tushganda ko'rish uni. Hayajon kuchli bo'ladi. Har bir musobaqasida o'g'lim ringga chiqqanda o'zim ringga chiqqanday bo'laman. Uni til bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada. Kuchli hayajon bo'ladi. Har jangidan keyin kelgandan keyin qo'limdan kelgancha tanbeh ham beraman. Avval ko'nglini ko'taraman, yaxshi hammasi joyida. Yutib kelsa xursandchilik, yutqizib kelgan bo'ylarda ham o'g'lim yaxshi hammasi, biroz mehnat qilsang hammasi bundan ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammasini uddalaysan. Ko'rsatmalar beradigan joyimiz ham bor. Ringga chiqishdan oldin albatta bu yurtimiz, xalqimiz, yurtboshimiz, bayrog'imiz turadi. Bu hayolimizda faqat shu narsa o'tadi va bu hayajon beradi. Bu hayajonni ringga chiqquncha biz yengishga harakat qilamiz va shu hayajonni yengib ringga ko'tarilamiz. Yurtboshimiz turgani orqamizda ota-onamiz duosi, yurtimiz, xalqimiz turgani bu bizga kuch beradi, shu hayajonni yengishga yordam beradi.
Yana bir oltin medalga yaqin turibmiz. So'nggi soniyalar To'rabek nishonlashni boshladi. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. To'rabek Habibullayev ham jahon chempioni. Your winner by unanimous decision, a new men's 90 kilo world boxing champion, and boxing out of the blue corner. To'rabek Habibullayev do'stlar. Tabriklaymiz. To'rabek yashshavor. Mana shunday qiyin jangda g'alabani o'ziniki qildi. Oxirigacha bordi, qo'rqmadi. Ochiq jangdan ham qochmadi. Ajoyib, tomoshabob va tempi yuqori bo'lgan jangni taqdim etdi. Olovli zarbalarni raqib ko'zi oldida yondirdi. Ajoyib sportchimiz, oltin medal barchangizga muborak bo'lsin do'stlar. Ana endi bilinch savollarga yuzlanamiz. Kim ko'p tavakkal qiladi? Bizda nima narsa yo'q. Men ham o'g'lim ham tavakkalchi emasmiz. Yetti o'lchab bir kesdi degan naqlga rioya qilamiz. Kim ko'proq qayg'uradi? Dadam. Ota ko'proq qayg'uradi. Kim mas'uliyatli? To'rabek mas'uliyatli. Otangizni qaysi xislatini o'zingizda bo'lishini istaysiz? Hamma hislatini. O'g'lingizni qaysi xislati sizni g'ururlantiradi? Oq ko'ngilligi, erishgan yutuqlari. Otangizni yaxshi ko'rgan odati? Ehson qilish, boshqalarga yaxshilik qilish. O'g'lingizni yaxshi ko'rgan odati? Olimpiada chempioni bo'lish. Kim kechirimli? Ota kechirimli bo'ladi. Kim yoki nima sizga kuch bag'ishlaydi? Dadam hammasiga kuch beradigan ham, dalda beradigan ham. Farzandlarimni yutuqlari, g'alabalari menga kuch bag'ishlaydi. Barcha ota-onalar ham farzandini o'zidan ko'ra yaxshi, aqlli, mehribon va kuchli bo'lishini xohlaydi. Shu sababli ota-ona maqomiga erishgan kundan boshlab barcha tajribalarni amalda sarflashga harakat qiladi. Shukrullo aka va Malohat opa bor kuchi, g'ayrati va sabr-toqat bilan yaxshi niyatda farzandlarini o'stirishdi. Doimo ular uchun o'rnak bo'lishdi. Hayoti davomida orttirgan tajribalarini qo'llab, bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatishdi. Bu munosabatlar kelajakda o'z mevasini berishga ishonishdi. Bolalarni shu darajaga yetkazishi o'zi bo'lmagan. Biz dehqonchilik qilib, chorva mollarni boqib, shularni o'qisin, yaxshi odam bo'lsin, sportchilar bo'lsin deb harakat qilganmiz. Dadasi ikkalamiz. Har bir musobaqalariga moddiy tomondan otasi juda katta yordam bergan. Mashg'ulotlari juda kuchli. Charchab keladi, ovqatlar tayyor qilsak ham shuni ham yeyolmay kirib uxlab qoladi-da. O'zi nima ovqat yaxshi ko'radi o'g'lingiz? O'g'lim osh, dimlama, mantilarni yaxshi ko'radi. O'g'lingizni qaysi xislatini o'zingizga o'xshatasiz? Tortganmi sizga? Qaysidir bir xislati? Sabrligi menga o'xshaydi, og'ir bosiqligi otasiga o'xshaydi. Jahon chempioni bo'lgan kunni eslay olasizmi? Ko'rganmisiz o'sha kuni? Yo'q, ko'rmaganman. Lekin uyimizda baqir-chaqir buni har bir musobaqasiga qaynakalarim, ovsinlarim, qaynopalarim keladi, otasiga dalda bo'lib, otasini nima qilish uchun. Men o'zim misol uchun ko'rmaganimdan keyin ularni chaqiraman, ular kelishadi. Hammasi ko'radi. Yutgandan keyin uyimizda sevinch, ko'z yoshlari bo'ladi, xursandchiliklar bo'ladi. O'shandan keyin siz yugurib kirasiz xonaga. Undan keyin men yugurib kiraman. Ungacha kirmaysiz? Yo'q, ungacha mana Allohdan duo so'rab yuraman hovlida, ko'chalarga chiqaman. Ana tovushlarni eshitmay deb ko'chada yuraman. Soat 1da tushadim, 2da tushadimmi, hech kim yo'q bo'lsa ham, lekin men yuraman. 18 yoshda Ispaniyada jahon chempioni bo'lgan. U kunni unutib bo'lmaydi. Esda qolarli kun bo'lgan. Oila hamma aka-ukalarim yig'ilgan, opalar, ukalar hammamiz yig'ilib uyda ko'rganmiz. Endi u his-hayajonni ta'riflab bo'lmaydi. O'zbekistonda qayerda bo'lsa musobaqasiga borganman. Ringga chiqishdan oldin shu trenerlaringga quloq sol, trenerlaring aytganini qil. Alloh omadingni bersin. Duodamiz deymiz har doim. Murabbiy har doim yaxshi mashg'ulot qilishni talab qiladi. Dadam aytadi, hamma bilan bir xil mehnat qilsang, hamma bilan bir xil bo'lib qolasan, hammadan ko'proq mehnat qilishga harakat qil deydi. Birinchi murabbiyim Shahboz Po'lat aka. O'zimiz Chinoz tomonidan, o'zimiz birinchi murabbiyimiz, shu boksga kirib kelganimizda shu ustozimiz bor edi. Hozirda Nodirjon G'ulomov buxorolik murabbiy bilan ishlamoqdamiz. 1,5 yildan beri ularning qo'lidan mashg'ulot o'tib bormoqdaman. Shu Liverpulda bo'lgan jahon chempionatida chempion bo'lgan paytim juda kuchli hayajon va xursandchilik bor edi. Bu
chunki avval 2022 yil yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan bo'lsam, endi kattalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. Bu juda katta xursandchilik va bilaman, uyda hamma xursand. Dadam qanaqa xursand bo'lganini o'zim juda yaxshi bilaman. Buni qalban his qilsa ham bo'ladi sportchi. Chunki biladida, baribir ota-ona uchun o'g'lining yutug'i juda muhim narsa. Malohat opa, jahon chempionining onasi bo'lishning yaxshi va yomon taraflari. Yaxshi taraflari bolam chempion bo'lib dunyoga tanilganligi, chempionni onasi bo'lishligi. Yomon taraflari uyda kam bo'lib, Shuning uchun jahon chempioni bo'lsang ham, kim bo'lsang ham o'zgarmaslikka harakat qilayman. Bolalarim Allohga shukr o'zgargani yo'q. Sportchining otasi bo'lishning yaxshi taraflari ko'p. Elga yurtga tanitdi mana, Allohga shukr. Qayerga borsak ham chempionni otasi, chempionni dadasi keldi deb kutib olishadi. Yomon tarafi uyda kam bo'ladi. Bir oyda shu 2-3 kun uyda bo'lishi mumkin. Ko'rmaymiz mana yig'ilishlarda. O'zim mana ikkinchi o'g'limni uylantirganman, to'y kuni ham to'yga kelolmagan, Ziborda bo'lgan. Trenerlar ruxsat bermagan, oldinda katta musobaqasi bo'lgan. Yaratilgan munosib sharoit, o'z ustida ishlash, tinimsiz mashg'ulotlar natijasini ko'rsatmasdan qolmaydi. Bu fikr hamma zamonda o'z tasdig'ini topgan. Ayni ta'rif yurtimizda sport va sportsevar yoshlarga berilayotgan e'tibor natijalarida ham ko'rinib turibdi. Sportchilarimiz nufuzli xalqaro sport o'yinlarida faxrli o'rinlarni egallab rekord o'rnatib kelayotgani fikrimizning yorqin dalilidir. Yurtimizda ularga bo'lgan e'tibor har doimgidanda kuchayib boryapti. Nazarimizda bu sportchilarga yanada shijoat bag'ishlaydi. Medal olgan sportchilarga davlat tomonidan pul mukofotlari, uy-joy, avtomobil va davlat unvonlari beriladi. Chempionlarimizga jamiyatning barcha qatlamlari tomonidan alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa ularning martabasini yanada ko'tarib, keyingi avlod uchun namuna bo'lishga yordam beradi. Yana bir tomonlama shu narsani olishimiz kerakki, qanchalik bolalarimizga, sportchilarimizga rag'batlantirish berilsa, yana ham ular kuchayib bo'ladi. Ularga bu juda ham katta motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu jahon birinchiligidan keyin sportchilarimizga, ya'ni To'rabekka, boshqa sportchilarimizga, Ummataliyevga, juda ham ko'p sportchilarimizga shu jahon chempioni bo'lganda ularni birinchi o'ringa avtomobilni berish qarori bor edi, lekin prezidentimiz tomonidan 2-chi, 3-chi o'rinni olgan sportchilarimizga ham shu avtomobillari berildi. Hamda ularning murabbiylariga pul mukofotlari berildi. Juda ham katta motivatsiya deb o'ylayman, chunki boshqa mana oldimizda turgan Olimpiada, Osiyo o'yinlariga katta motivatsiya. Chunki u yerda yana ham katta rag'batlantirish bo'ladi. Shuning uchun hozir yoshlarimiz bularga qarab intilib bormoqda, chunki hamma xohlaydi, mashina olishdi, uy olishdi, rag'batlantirishdi, o'zini shu olgan mashina avtomobillarini otalariga sovg'a qilishdi. Bu juda ham katta motivatsiya deb o'ylayman. Hozir mana yil boshi boshlandi. Yil boshida bizda hozirgi 1-2 raqamli sportchilarimiz 3-4 birga o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazmoqdamiz. Oldimizda Bolgariyada bo'lib o'tiladigan kichkina jahon birinchiligi bo'lib o'tadi. Bunda barcha Yevropalardan eng kuchli olimpiadada qatnashgan olimpiada sovrindorlari keladi va ular bilan raqobat o'tkazib, sportchilarimizni, 1-2 raqamli sportchilarimizni shu yerda sinab olamiz. Bu yilgi O'zbekiston chempionatidan keyingi birinchi o'quv mashg'ulotlarimiz boshlangan. Bu o'quv mashg'ulotlari Bolgariyada bo'lib o'tadigan Stranja turniriga yo'naltirilgan. Bu turnir juda kuchli turnir. Ikkinchi jahon chempionati, kichik jahon chempionati deb nomlanadi. Bu musobaqaga juda a'lo darajada tayyorlanmoqdamiz. Bu o'quv mashg'ulotlarimiz kuniga 2 mahaldan juda qattiq mashg'ulotlar olib boriladi. Yutuqqa intilish uchun ko'proq to'g'ri taktika, texnika ustidan, tezlik ustidan hamma narsa ko'proq mukammalroq bo'lish uchun hamma zadaniyalar ustidan ko'proq ishlaymiz. Mana hozirda Nozirjon G'ulomov murabbiy qo'l ostida shug'ullanib, shu musobaqaga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Va bu bizga shunchalik shart-sharoit yaratib berayotgan yurtboshimiz prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Federatsiyamiz boshlig'i, bosh murabbiylarimiz,
hamma trener, murabbiylarga va rahbarlarga rahmat aytib qolamiz. Bizga shunchalik shart-sharoit yaratib berayotganligi uchun, yurtboshimiz biz yoshlarga shunchalik ishonch bildirganligi uchun bu bizga ilhom berib, Xudo xolasa shu yilgi Osiyo o'yinlari va 2028-yilgi Olimpiada o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritib kelishimizga va'da beramiz.